Mana bu akamizni ko'ryapsizlarmi? Oyog'i yo'q. Bu odamni qarovchisi ham yo'q. Mana shu uyda bir o'zi qolib ketgan, uy avariyli holatda og'anab ketadigan darajada turibdi. Mana shunday yorilib ketgan. To'g'rijon, sizning qarovchingiz bormi? Yo'q. Shu o'zim qo'shnilar qaraydi. Bitta ikkita og'aynilar kelib bir yordam berib ketadi. Siz necha yoshdasiz? Men 52 yoshdaman. Farzandingiz bormi? Yo'q, farzandim yo'q. Uylandim, farzandli bo'lmadim. Ajrashdik. Shu men Ayolingiz ham yo'q. yo'q, ayolim ham yo'q. Bu uyda kim bilan yashaysiz? Bitta o'zim. Bu oyog'ingiz yo'q, qiynalmaysiz? Ha, o'zim pervoz qilaman, o'zim ochaman, o'zim yopaman. Shu har kun shu bir narsa kerak bo'lsa o'zim borib olib kelaman. Hech kim yo'qki magazindan bir narsa olib kelib bersa menga. Nonim tugasa o'zim borib olib kelaman. Dorim tugasa o'zim aptekaga borib kelaman. Mana shu masakachi bilan boraman, kelaman. Bu uylarni ahvolini ko'rsalaring, qo'rqasizlar, qaranglar. Vakil. Shitda yashaysizmi, tog'a? Ha, shu yerda yashayman. Mana yashaydigan joylari, mana ko'mir, pechka. Ko'mirni ham bepul berishadimi? Keling, aka. Mana kirib kamera ochib bir aynalib ko'rsating-da. Mana yotadigan joylari, ko'ryapsizlar mana. Nonlari ham stol ustida qiliblar, mana tuxum qaynatilgan. Ko'ryapsizlar mana patologlarni ham qarang, televizor mana ahvol o'ta og'ir. Tomdan suv o'tib ketadi. Pardani orqasidan mana shu yorilib ketganda mana ikkinchi xonasini hozir ko'rsatamiz. Akalar. Mana buni qaranglar mana bu xonalar. Bo'ynasi ham shishasi ham yo'q. Hozir men sizlarga bitta yana bitta xonalari bor. Uyi orqasini ko'rsataman. Akalar mana bu uy. Qaranglar. Bunda ham shishasi yo'q. Ha, bunda yashamaydi tog'amiz. Lekin ves uyi orqasi mana shunday og'anab ketgan. Ko'ryapsizlarmi? Bir qarich 20 sm og'anab ketgan mana bu tarafga. Dakansa qishayib qo'ygan. Avariyli holatda xudo ko'rsatmasin og'anab ketsa tog'am chiqa olmay qoladi. Mana ko'ryapsizlar uylarni ichini. Akalar mana bu taraf. O'zlaring ko'rib turibsiz. Ahvol qanday qiyinligini. Tog'ajon, sizga nima yordam qilaylik? Menga shu tuz olsam bo'ldi mana. Shu dori yeb ichishimga, shu oyog'imga, shu dori ukol, shu nima kerak, shuni qilsalaring bo'ldi. Uy joy kerak emas. Uy joy, tuz olsam uy joyi hammasi bo'ladi. Birinchi o'chira salomatlik. Men shu qayerga borgan bo'lsam shu oyog'imga, shu dori yordam ber deb borganman. Uyim joyim deb esimga ham kelgani yo'q uy joy. Shu tuz olsam Xudo yana uy joyini ham beradi. Shu akalar opalar, nahotki shu 52 yoshlik hech kim yo'q odamga biz yordam bera olmasak. Kim qayerdan ko'rib turgan bo'lsa shu videoga bitta like bosing, bittadan podelitsiya qilib ketinglar. 10-15 kishi tanishib bo'lishlaringga. Savob uchun, men uchun emas mana. Ko'ryapsizlar, yo'qlari yo'q. Tog'ajon, sizda biron xil karta bormi? ha, Dushanbe City bor, Amonat bank bor. Tojikistonning kartasi. Ha, Tojikistonning kartasi. Tojikistonning Dushanbe City Amonat bank kartasi bor. Rossiyada yurgan akalarimiz ham Sberbank, Tinkoff kartalardan tashlab bo'ladi. Telefon nomerlarini aytamiz, shu nomerlarga kartalari ulangan. +992 92 860 99 11. Mana shu sizni beringiz, Ha, shu men nomerim. WhatsApp ham shunga ulangan. Nima chiqqan nom familiyangiz? Baxtiyor Masharipov Abdaliyev chiqadi, yo Masharipov Baxtiyor chiqadi. Abdaliyev. WhatsAppingiz bormi? Ha, WhatsApp bor. Mana telefonlari ko'rib turibsizlar. Oddiy mana telefon. Ekranlari sinib ketgan. Telefon qilinglar, hol-ahvol so'ranglar. Shu yaqin o'rtada biz Tojikistonning Shahriston nohiyasida biz. Shahristonlik aka opa singillarimiz bizni ko'rib turgan bo'lsalaring, iltimos qilaman, shu akamizga yordam kerak. Biz ham savob uchun keldik, Istaravshan shahardan. Men o'zim O'ratepalikman. Shahristonga keldik. Bu tog'amiz meni uyimga qidirib borgan ekan. Kecha qidirib borgan. Qidirib bordim. Borib aytdim shu. Men uyda yo'q edim. Uyda yo'q edim. Ukangiz chiqib, ukangiz nima qildi? Kelsa aytaman, Qonbodomga ketgan, Qonbodomdan kelsa men aytaman bor edi. Bugun ham ertalab telefon qilib, "Tog'ajon, men yubordim, sizga yubordim" deb ertalab telefon qilib aytdi. Qaraylar, oyog'i yo'q. Tog'ajon, bu nima sabab kesilgan bosh? Boshi men shu ishga borgan edim, O'zbekistonga ishga
benzin pila tushib ketdi, 5 barmog'imni olib tashladi. Keyin u yoqda qarindoshlarim, bolalarim bor, meni nimaga olib bordi, xirurgiyaga, o'sha Gulistonga. Ular men shu behush yotgan vaqtimga nima qilgan, tikib chiqqan. Keyin Sahirni o'lchaydiki, Sahir 16 yerimga o'xshadi. Keyin yana Sahirni tushirib, o'zlari mendan tilxat olib, yana shuncha 3 santimetr kesib tashladiki, suyakka zarajani bermasin. Zarajani bersa agar chirib ketadi. Benzin pilla kesib ketgan bu. Ha, birinchi marta benzin pilla kesib ketgan. Kalopalar tog'amizning Sahir kasalliklari ham bor. Ko'ryapsizlar, biz sizlarga haqiqat narsani chiqaryapmiz. Qaranglar, ahvolni. Mana uylar. Ko'rib turibsizlar. Invalid odam, mana shu arabachani ham bankdan kredit olib olganlar ekan, bir bloger kelib, o'zini ko'rsatmasdan yordam berib ketganlar ekan. 12 ming somon tojik puli. Ya'niki rublga 100 ming, 110 ming rubl bo'ladi-da. Hozirgi kursga 100 ming rubl. Shu bloger tashab ketgan ekan. Alloh rozi bo'lsin shu blogerdan ham. O'zini kimligini ham aytmagan, tanishtirmagan ham shu pulni berib ketdi. Mana ko'rib turibsizlar ahvolni. Akalopalar, yordam qilaylik. Qo'llaringdan kelsa yordam qilinglar. Imkoniyati yo'q akalar, shu videoni tarqatinglar. Bo'lmagan videolarni, har xil videolarni tarqatasizlar-ku. Shu tog'amizga savob bo'ladi. Ekranga qo'yilgan telefon nomerida tog'amning o'zini kartalari, WhatsApplari ham bor. Telefon ham qilib hol ahvol so'rab turinglar. Faqat gap pulda emas. Kimlardir shu Shahristonda yashaydiganlar ikkita non olib kelinglar, bir ovqat qilib kelib ko'rib ketinglar. Farzandi yo'q, qarovchisi yo'q odamga savob bo'ladi. Biz Istaravshandan keldik Shahristonga. Qani sizlar Shahristonlik aka opa singillar meni ko'p kuzatasizlar.